بسم الله الرحمن الرحيم نهايت شفقتlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Bu roşan kitap ayetleridir. İnna أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Şübihisiz ki sizlerini düşensin dep onu Arapça Kur'an kılıp nazil kıldık. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Bu Kur'an'ni sana vahiy qilish orqali eng chiroyli qissani sana bayon qilib beramiz. Buningdan burun bu qissadan haqiqatan bexabar eding. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Öz vaqtida Yusuf öz atısıga ey ata men haqiqatan tushimda yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilganligini ko'rdim dedi. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Atisi yani Yaqub aleyhisselam ey oğlum şunu qeyrindaşlarınğa etmegin sana suiqasd qilib qolmusun şeytan insonga haqiqatan oshkor dushmandir dedi. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Şununğa yani sana ulug' tush ko'rsatganiga o'xshash Parvardigoring seni payg'ambarlik tanlaydi. Sana tush tabirini bildirdi. Ajdodlaring Ibrohim Issoqlarga ilgari Alloh o'zining ulug' ne'matini berganidek, sanamı Yaqub avlodigimi o'zining ulug' ne'matini berdi. Shubhisizki Parvardigoring o'z marhamatiga kimning loyiq ekanligini obdan bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Yusufning va qeyrindaşlarının qissada so'rg'uvchilar uchun Allohning qudratini ko'rsatib berdigan haqiqatan nurg'un alomatlar bor. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Öz vaqtida Yusuf va uning qeyrindishi, ya'ni Bunyamin otimizga bizdanmi sevimlikdir. Halbuki biz kuchlik jamoadirmiz. Otimizning bu ikkisini bizdan ortiq ko'rishi albatta ro'shan xatodir deyishdi. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ular Yusufni o'ltirib etinglar yoki uni yiroq bir chet joyga tashlab etinglar. Shu chaqda otanglarning muhabbati sizlarga qoladi. Bu gunohdan keyin tavba qilib yaxshi odam bo'lib ketisizlar deyishdi.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Ulardan biri söz qilib, Yusufni o'ltirmanglar. Agar uni otishdan yiroq qilmoqchi bo'lsanglar, uni quduqqa tashlab o'tinglar. Uni yo'ldan o'tgan karvon elib olsin, dedi. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. Ular aytdi: "Ey otimiz, nemishqa Yusuf to'g'risida bizga ishonmaysan? Halbuki biz uning haqiqatan yaxshi niyatimiz. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Hatta uni bizga qo'shib qo'ygin. Yab-ichib, o'ynab kulib kirsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz." قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Yaqub uni, ya'ni Yusufni ilib ketsanglar, rostilla xotirjam bo'la olmayman. Sizlar g'aflat qilib uni bo'ri yeb qo'yishdan ansirayman, dedi. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Ular, biz kuchlik bir jamoa turuqliq uni bo'riga yegizib qo'ysak, u chaqda biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz, dedi. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Ular Yusufni ilib chiqib ketgan va uni quduq tashlashni birda qaror qilishgan chaqda biz Yusufga kelgusida ularga bu ishni sening Yusuf ekanligingni uqmaydigan bir paytda aytqin deb vahiy qildik. أباهم عشاء يبكون. Ular kechda otasining oldiga yig'lab kelishdi. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Ular, ey otimiz, Yusufni narsalarimizning yanida qo'yib, yugurishkili ketib qelibdiq. Uni bo'ri yeb ketibdi. Rost gap qilsaqmi sen bizga ishonmaysan, deyishdi. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Ular Yusufning ko'ngligini yolg'ondan qonga bo'yab elib kelishgan edi. Yaqub bu ishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroyliqcha savr qilaman. Sizlarning mushu yolg'on so'zinglarni ko'tarishimga Alloh madadkordir, dedi. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Bu yerden bir karvan öttü. Ular suçisini su ilip gelişke evetti. O soğusunu quduq taşıldı ve hoş haber, mana bir oğul bala, dedi. Ular onu ticaret mili süptüde mahfi tutuştu. Ularının kılmışlarını Allah bilip durguçudur. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Ular Yusufni sanaqlıq bir qancha tengiga arzan bahod setivetti. Çünkü ular Yusufga qiziqmagan idi.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Onu setib olgan Misrlik odam ayolga, "Uni yaxshi kutgin, bizga asqatar yoki bola qilib olarmiz" dedi. Shuningdek, ya'ni Yusufni quduqdan qutqizganimizdek, Yusufni Misr zaminiga yerlashtirdik. Uningga tush ta'birini o'rgatdik. Alloh xohlagan ishni amalga oshirishga qodirdir. Lekin insonlarning to'lisi buni uqmaydi. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Yusuf qironiga yetganda uningga hikmat bilan ilm ato qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni shundoq mukofotlaymiz. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Yusuf turvatqan uydagi ayol yani Züleyxa Yusuf'tan özü bilen münasebet ötküzüşünü talep kıldı. O işlerini takip etip, "Beri kel" dedi. Yusuf, "Xudo panoh bersin. U, yani erin hakikaten mening xo'jayinimdir. U meni yaxshi kutdi. O'ziga zulm qilguvchilar hakikaten nijat topolmaydi" dedi. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. O, yani Züleyxa Yusufga yaqinchilik qilishga bel bog'ladi. Parvardigorining ro'shan dalilini ko'rmagan bo'lsa, Yusufmo uningga moyil bo'lgan bo'ladi. Biz Yusufni gunohdan va sat ish qilishdan ana shundoq saqildik. Shubhisizki, Yusuf bizning sodiq bandalarimizdan edi. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Ularning har ikkisi Yusuf chiqib ketish uchun, Züleyxa uni qaytarib kelish uchun eshikka qarab yugurishdi. Bu chaqda u, ya'ni Züleyxa Yusufning ko'ngligini orqasidan tortib yetivetdi. Eshik oldida uning, ya'ni Züleyxaning eri bilan do'qurishib qilishdi. U, ya'ni Züleyxa, sening ahliyangni dafsanni qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlash yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak dedi. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Yusuf, u, yani Züleyxa menden münasebet ötküzüşünü talep kıldı, dedi. U, yani Züleyxa'nın ailesidekilerden birisi guvahlık verip, Yusuf'nun ko'ngligi oldidan yırtılgan bolsa, uning, yani Züleyxa'nın sözü rast, Yusuf'nun sözü yalgan. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Yusuf'nun ko'ngligi orqasidan yırtılgan bolsa, u, yani Züleyxa'nın sözü yalgan, Yusuf'nun sözü rast, dedi. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ
كيدكن عظيم. O, yani Züleyxa'nın eri Yusuf'nun köngülünün arkasından yetilganlığını görüp, ey ayollar camiasi, bu çokum sizlerinin heylanlardır. Sizlerinin heylanlar hakikaten çoğdur, dedi. Yusuf a'rid an hâzâ, وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. Yani etti, Yusuf, bunu sözlep yürümegin. Ayalım, sen öz günahını keçirim sorğun. Sen hakikaten hatalaştın. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Şeherdeki bazı ayollar aziz, yani Mısır'ın padişahının xotini quluğu köp qilib, uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilibdi. Biz uni albatta oshkora ozg'on deb qaraymiz, deyishdi. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. O, yani Züleyxa, ularning gap sözlerini anlap, ularga mehmondarchilik chaqirib odam avatdi. Ularga yo'lingan takiya yostiqlarini tayyorladi. Ularning har biriga birdan pichoq berdi. Züleyxa Yusufga, "Sen chiqib ular bilan ko'rishgin", dedi. Ular Yusufni ko'rib hang-tang bo'lib qilishdi va o'zlarining qo'llarini kesib olishdi. Ular, "Bundaq chiroyli insonni yaratgan Alloh pokdir. Bu odamzot emas, faqat bir isil farishtadir", deyishdi. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. O, yani Züleyxa, "Mana bu sizlar uning uchun meni ayıplagan iliq odam. Men uningdan munosabat o'tkazishni talab qildim, lekin u o'zini ching saqladi. Agar u yanala buyruqimni qilmasa, cho'qim zindonga tashlanadi. Cho'qim xor odam bo'lib qoladi", dedi. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Yusuf, ey Parvardigarım, bana ular undigan narsadan ko'ra zindan so'yimlikdir. Agar ularning hiylasini mendan dab'i qilmasang, insonchilikda ularga moyil bo'lib qolaman, nadonlardan bo'lib qolaman, dedi. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Parvardigar uning duosini ijobat qilib, ularning hiylasini Yusufdan dab'i qildi. Allah iltijo qilguvchilarning duosini haqiqatan anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Ondan ular Yusufning begunoh ekanligiga doir paketlarni ko'rgandan keyin uni bir mahal qamab qo'yishni loyiq topdi. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني
أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Zindonga Yusuf bilan ikki yigit birga kirgan edi. Ularning biri: "Men tushimda o'zimni haqiqatan uzumdan aroq siqayotgan ko'ribdiman" dedi. Ikkinchisi: "Men tushimda o'zimni haqiqatan beshimda non ko'tarib turgan, nonni qushlar yeyotgan ko'ribdiman. Ta'birni bizga aytib bersang, biz seni haqiqatan yaxshilik qilguvchilardan, ya'ni tushki ta'bir bera oladiganlardan deb qaraymiz" dedi. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Yusuf aytdi: "İkkinlarga sirtdan tamoq kirishdan burun uning nima ekanligini sizlarga aytib bera olmayman. Bu Parvardigorim menga bildirgan narsalardandir. Shubhisizki, men Allohga ishonmaydigan, oxiratni inkor qilgan qavmning dinini tashildim. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Men ajdodlarim İbrahim, İshaq, Yaqublarning diniga ergashdim. Hech qanday narsani Allohga sherik keltirish bizga loyiq emas. Bu Allohning bizga va insonlarga qilgan marhamatidir. Lekin insonlarning to'lisi shukr qilmaydi. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Turmudash og'inlar, tarqoq, ko'p ma'budlar yaxshimi yoki qudratlik bir Alloh yaxshimi? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilayotganinglar faqat sizlar o'zinglar va ota-bobonglar otib olgan butlarning va g'ayrining nomlaridan iborat. Allohning sheriki bo'lish to'g'risida hech qanday dalil tushirgani yo'q. Ibodat va din borisidagi barcha hukmlar faqat Allohga mansub. U sizlarni faqat o'ziga ibodat qilishga buyurgan. Bu to'g'ri dindir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Turmudash og'inlar, sizlarning biringlar zindondan chiqib xo'jayinga aroq quyib berdi, ya'ni soqiylik vazifasini o'taydi. Yana biringlar dorga isiladi, kollasini qushlar yeydi. Sizlar so'rgan ishlar hukm qilinib bo'ldi. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Yusuf ularning ichidagi o'zining qutulishiga ishongan birsi, ya'ni Saqiga, meni xo'jayiningning oldida aslab qo'ygin degan edi. Xo'jayinining oldida Yusufni aslab qo'yishni shayton uningga unuttirdi. Yusuf zindonda bir necha yil yetib qoldi. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Padişah aytdi: "Men haqiqatan tushimda 7 o'riq qalining 7 semiz qalin yeb ketganligini va 7 yeshil bashaq bilan 7 quruq bashaqni ko'ribdiman. Ey arboblar, sizlar agar tush ta'birini bera olsanglar, bu tushimga ta'bir berib beqinglar." قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Ular aytdi: "Bu bir qalaymaqan tush ekan. Biz bunda qalaymaqan tushga ta'bir berishni uqmaymiz." وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Heliqi ikkisidan turmida qutulgan va uzoq muddatdan keyin Yusufni asligan birsi, "Men sizlarga bu tushning ta'birini aytib bera olmayman. Meni Yusufning yiniga avatinglar" dedi. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Onu avatishdi. O turmaga berib Yusufning yiniga kirdi-da, "Ey rostchil Yusuf, 7 o'riq qalining 7 semiz qalini yeb ketganligini va 7 yeshil bashaq bilan 7 quruq bashaqni ko'rib tushigan tushning ta'birini bizga aytib bersang, men uni kishilarga, ya'ni podshohga va uning davlat arboblariga xabar qilsam, ular sening fazlingni, bilimingni bilsin" dedi. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Yusuf aytdi: 7 yil üzüldürmay teriqchilik qilinglar. Olgan hosulunglardan yeyish uchun ozg'inisini xomon tepgandan tashqari, qolganini mit tushib ketmasligi uchun boshqa bilan qo'yinglar. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Shuningdan keyin qahatchilik bo'ladigan 7 yil keladi. Bu yillarda ilgari to'plab olgan ochliqinglardan urug'liq uchun saqlab qo'yiladigan ozg'inisidan boshqa hammasini yeb tugutisizlar. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Shuningdan keyin mo'lchilik yillar keladi. Uningda o'lig'in ko'p bo'ladi. Kishilar mevlardan turli ichimliklarni siqib chiqaradi. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم.
Saqi padişahqa berib, Yusufning uning tushiga bergan ta'birni aytgandan keyin, padişah uni oldimga elib kelinglar, dedi. Padişahning elchisi Yusufning oldiga borganda, Yusuf elchiga xo'jayiningga qaytib berib, uningdan eliq qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamdi so'rab boqqin. Shubhisizki, mening Parvardigorim ularning hiylasini obdan biladi, dedi. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Padişah hili xotunlarını yığıb və özünün xotununu çağırıb, sizlər Yusuf'tan münasibət ötküzüşünü tələb qılğınыңlarda haqiqi ahvalınlar qandaq bolğan, dedi. Ular Allah paktur, Yusuf'ta azraqmı günah bar deb bilmeymiz, dedi. Azizning xotuni hamda haqiqi ahval aydınlaşdı. Mən onun bilan münasibət ötküzüşünü tələb qılğan idim. Yusuf haqiqatan rastçılardan idi, dedi. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Yusuf etti. Bu, yani padişahның elçisini qaytırıb etkenlikim, aziz yox çağda xotuniga xiyanat qılmağanlığımni və xainlarning hiylesini Allahның muvaffaqiyatga eriştirməydiganlığını azizga bildirish uchundur. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Mən özümni axlamayman. Nafsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuruydu. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Mening Parvardigorim haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Padişah Yusuf'ni oldimga elib kelinglar. Uni o'zimning xos odimim qilaman, dedi. Yusuf uning bilan so'zlashayotganda, u: "Sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabelik, ishonchlik odamsan", dedi. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Yusuf: "Meni Misr zaminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini biladigan, obdan saqlay oladigan odamman", dedi. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Biz Yusufni Misr zaminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Rahmatimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaymiz. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. İman etgan və taqvadarlıq qılğanlarga ahiretning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Yusufning qeyrindoshları kelib Yusufning qishig'iga kirdi. Yusuf ularni tonidi. Ular bo'lsa Yusufni tonimadi. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. Yusuf ularga ehtiyojliq ochliqni tayyorlab bergandan keyin aytdi: "Sizlar mening oldimga oti bir ufqonlarni, ya'ni Bunyaminni elib kelinglar.
mening ochliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va noiti mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. Agar uni mening oldimga elib kelmasanglar, sizlarga beradigan ochliqim yo'q. Mening yinimga yaqin yo'lamanglar. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Ular, biz uni otasidan so'rab, sening oldingga elib kelishga tirishimiz. Biz cho'qim mushunda qilamiz, dedi. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Yusuf xizmatchilarga ularning ochliq setib olgan mol mulklarini yük taqilarining orasiga silib qo'yinglar. Ular oilasi qaytib borganda uni to'nib qaytib kelishi mumkin, dedi. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Ular atasının yeniga qaytib barganida, ey atimiz, Misrning podshohi bizga qayta ochliq bermas bo'ldi. Hukmimizni, ya'ni Bunyaminni biz bilan billa avatgin. Shunda qilsang ochliq ola olamiz. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz, dedi. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Yaqub ularga aytdi. Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qeyrindishi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Alloh yaxshi saqlag'uchidir, hammadan mehribondir. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Ular yüklerini açqanda açlıq setib olgan mal mülklərinin özlərinə qaytarıb berilganligini gördü. Ular, atımız, biz bunundan artıq yəni nim tələb qılımız? Bu mal mülklərimiz bizə qaytarıb berilibdi. Hukmimizni elib yəni barsaq, ailemizə açlıq elib kelimiz. Hukmimizni muhafizat qılımız. Bir tögə açlıqni artıq alımız. Bu, yəni bir tögə açlıq padişah üçün azğını açlıqdır, dedi. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Yaqub etti. Bunyaminni qo'g'dash yo'lida hammanglar halok bo'lmasanglarla, cho'qim men qaytirib elib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib, chin va'da bermaguncha uni sizlar bilan birga avatmayman. Ular, ya'ni o'g'illari uningga qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub, bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir, dedi. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. O yana, ey oğullarım,
Misrga hammanglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozalardan kiringlar. Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani dab'i qila olmayman. Hukm faqat Allohga xosdir. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qilguvchilar Allohga tavakkul qilsin, dedi. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ular atasının buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda, bu Allohning qazosi oldida ular uchun hech narsaga dal bo'la olmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidinla ifodaldi xolos. Biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egisidir. Lekin kishilarning to'lisi taqdirning sirini bilmaydi. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Ular, yani Yaqubning bolalari Yusufning oldiga kirganda Yusuf ukisini quchoqladi va "Men haqiqatan sening qarindishing bo'laman. Ularning bizga qilgan ishlaridan qayg'urmagin" dedi. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Yusuf ularni ehtiyojliq oshliq bilan ta'minlagandan keyin qadahni ufqisining yuk ichiga selib qo'ydi. Ondan bir jakochi chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb tovladi. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Karvondagilar ularga qarab, "Nimanglarni yo'qitib qo'ydinglar?" dedi. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Ular padişahning tamg'isi bisilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir to'yga oshliq beriladi. Men buningga kepil, dedi. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilisizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz, dedi. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Ular, yani Yusufning xizmatchilari, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukunlardan chiqib kelib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar-chu, dedi. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Ular, uning jazosi qadah bilan tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz mushundoq jazo beramiz, dedi. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Ular Yusufning ufqisining yukini aqtirishdan ilgari ularning yukini aqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ufqisining yukidan qadahni tepib chiqdi.
Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ufqisini ilib qola olmaydi. Lekin Alloh uning shunday qilishni xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajalarga ko'taramiz. Har bir bilimdor ustida uningdanmi bilimdor zot bor. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Ular agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qerindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deyishdi. Yusuf ularning bu so'zni ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida sizlarning mavqeinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ufqisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi, dedi. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Ular, ey Ali Janab zat, uningdan ayrılolmaydigan bir qeyri otisi var. Uning o'rniga bizning birimizni ilib qolgan. Biz seni haqiqatan yaxshilik qilguvchilardan deb hisoblaymiz, dedi. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Yusuf, Xudo saqlasin, narsimizni kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni ilib qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz, dedi. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Ular Bunyaminning o'rniga o'z orasidan birsini ilib qilishqa Yusufning ma'qul bo'lishidan umidsizlangandan keyin chatrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ngi aytdi: "Otanglarning sizlardan qasam qildirib va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatoliklarni bilamsizlar? Otam menga ruxsat qilmoqcha yoki Alloh men uchun hukm chiqarmoqcha bu yerdan hargiz ayrilmayman. Alloh eng odil hukm chiqarg'uchidir." يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Sizlar qaytib ketib otanglar bilan ko'rishinglar. Ondan aytinglarki, ey otimiz, sening o'g'ling rostilla o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsamiz ustida guvohlik beryapmiz. Biz g'aybni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan chig'imizda uning o'g'irlik qiladiganligini bilmadik. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Biz turgan şəhərdən, yəni Misirdən və biz bilən billi manğan karvandan so'rab baqqın. Bizning so'zimiz cho'qim rost. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Yaqub aytdi: "Undaq emas. Nafsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Ularning yani 3 o'g'limning hammasini menga darqamti qilib berishni Allohdan tilayman. Alloh haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir." وتولى عنهم وقال يا
أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Yaqub ulardan yüz örüp, "İsit Yusuf" dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab ikki ko'zi oqirib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. U to'lib toshgan ochiqini ichiga yutgan edi. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Ular Allah'ның namı bilan qasamki, sen Yusufni yad etiverib, hasratdan alaq bo'lishga tas qoladigan yoki alaq bo'ladigan bo'lding, dedi. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Yaqub aytdi, "Men qayg'u asirtimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildiruvchi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman." يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ey oğullarım, beringlar, Yusufni va uning ufqisini izdanglar. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Shubhisizki, faqat kofir qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlanadi. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Ular Yusufning qishig'iga kirganida, "Ey oliyjanob zot, bizga va oilamizga ocharchilik yetdi. Oldinga nachar o'tmas mollar bilan kelib qoldik. Bizga yetarlik ochliq bergin, bizga sadiq qilgin. Alloh sadiq qilguvchilarni haqiqatan mukofotlaydi", dedi. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Yusuf, sizlar nadon vaqtinglarda Yusuf va uning ufqisiga nimalarni qilganliklarini bilamsizlar, dedi. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Ular, "Sen rastınlı Yusuf mu?" dedi. "O, men Yusuf, bu mening inim. Allah bizga marhamat qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan yaxshi mukofotga erishadi. Chunki Alloh yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi", dedi. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Ular, Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qilibdik, deyishdi. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Yusuf aytdi, "Bugun sizlar ayiblash kufturmaysizlar. Alloh sizlarni kechirsin. Alloh eng marhamatlik zotdir." اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Sizlar mening bu ko'nglikimni ilib berib atamning yuziga tashlanglar. Ko'zi ichiladi. Butun oilanglardagilarni ilib mening yonimga kelinglar. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Karvan Mısır'dan Şam'a qarab qo'zg'algan chaqda ularning otisi, ya'ni Yaqub alayhissalom, "Men cho'qim Yusufning hidini ilyapman. Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayot deydim", dedi. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Ular, ya'ni Yaqubning navrilari va yinidagi kishilar, Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan sen texi yanila burunqi qaymoqshong ishkansan,
dedi. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Xo'sh xabarchi kelib, ko'nglakning Yaqubning yuziga tashildi. Uning ko'zi ochildi. Yaqub, "Men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman, demaganmidim?" dedi. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Ular, "Ey otimiz, gunohlarimiz uchun bizga mag'firat tilegin. Biz haqiqatan xatolaşdik" deyishdi. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Yaqub, Parvardigorimdan sizlarga mag'firat tilayman. Alloh gunohlarni haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, bandalarga mehribondir dedi. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Ular Yusufning oldiga kirganda Yusuf ota-onasini quchoqladi va Xudo xolisa Misrga omon esan kiringlar dedi. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Ota-onasini taxtida yinida o'ltirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. U, "Ey ota, mana bu burun kichik vaqtimni ko'rgan tushimning ta'biridir. U tushimni Parvardigorim haqiqatan rostga chiqardi. Parvardigorim meni zindondan chiqarish bilan, qarindoshlarim bilan mening oromni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga elib kelish bilan menga ihson qildi. Parvardigorim xolig'ini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. U haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir." رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Parvardigorim, menga haqiqatan podshohlik ato qilding. Tush ta'birini bildirding. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi zot, dunyoda va oxiratda mening egamsan. Meni musulmon petimcha qabzi ruh qilgin. Meni yaxshi bandalar qatorida qilgin dedi. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Mana bular, yani Yusuf qissasi bir qism g'ayib xabarlari bo'lib, biz uni sana vahiy qildik. Ular, yani Yusufning qarindoshlari, uningga qarshi chora tadbir tuzib, bir qarorga kelishganda, sen ularning yonida yo'q eding. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Sen gerçi kişilerinin iman etişiga yeriş bolsangmı, lekin ularning to'lisi iman etmaydi. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Qur'onni tabliq qilganligingga ulardan hech qanday ajr talab qilmaysan. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishinidu. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billa butlarga mu cho'qinidu. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ular Allohning azobidan, birer jazoning o'ziga tushishidan yoki ular sezmasdan qiyomatning tuyuqsiz yetib kelishidan amin bo'ldimi? قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Aytqin ki bu mening yo'limdir. Kişilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashganlar ro'shan dalilga asoslanamiz. Alloh pokdir. Men mushriklardan emasman. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Biz senden ilgiri faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Ular, ya'ni payg'ambarlarga chin tutmaguvchilar, yer yuzida sayr qilib yurib, o'zlaridan ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Oxirat yurti taqvodorlik qilganlar uchun albatta yaxshidir. Sizlar tushunmamsizlar? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Hatta peygamberler qavmining iymon etishidan umidsizlangan va qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganligiga jazm qilgan chaqda ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz xohlagan odamlarni qutqazdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmdan qaytarilmaydi. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ularning qissasidan aql egilari albatta ibrat oladi. Qur'on yolg'ondan to'qilgan so'z emas, lekin u o'zidan ilgari nozil bo'lgan samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchidir. Hamma narsani inchki bayon qilguvchidir. Iymon etadigan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir.